Qanaqa qo'yvordim, yaxshimi? Ha, yaxshi ancha. Ha, ana. Yaxshi bo'ladi shunaqa. Ancha bir soatda o'chadi o'zi. Telefon o'zi 1 soat muolajada o'chadi, 1,5 soat. Bo'ldi bizda. 1 soat 41 minut o'qilib muolaja qilamiz. Rahmat. Qolganinglar qanaqa, yaxshimi? Qani atrofdagilarni gaplashaylik. Ha, yaxshiman men. Ancha yaxshiman, Xudoga shukr. Ancha yaxshimisiz? 3 taylar eshitdinglarmi? 3 ta odam? Ha, 3 ta odam eshitib turdik, opam ketishdi, biz ona bola qoldik. Nimaga o'tirmadimi? O'tirishadi, xo'jayin chaqirib qolishdi. Ha, bo'ldi. O'zi nima muammo edi, o'zi kimda o'zi masala bo'yatdi. Men charkashib ketdi, 3 ta odam bo'lib ketdinglar-da. Ha, o'sha birinchi gaplashgan opam sizni topib bizga olib keldi, bizni ona boladan olding. Qizimni unashtirgan edim. Mana shu qizingiz, mana shu hozir aytayotgan. Ha, shu o'qib turgan qizim unashtirgan edim. Boshida hamma narsa yaxshi ketaverdi, yaxshilik bilan, hamma shirinchilik bilan ketaverdi. Endi to'yga yaqin qolganda, to'y belgilangandan keyin umuman tegmayman u bolaga. Biz umuman o'ylagan yo'q-da. Endi u bola birinchi marta unashtirilib ham buzilgan edi to'yi. Bu ikkinchisi ham buzilsa, endi u bola nima bo'ladi degan bizda fikr bo'lyapti. Bu tegmayman, u bolaga umuman tegmayman deyapti. Sizlar qayerda turasizlar? Sizlar qayerda turasizlar? Qo'qonda, Uchko'prikda. Ha, sizlar kelishiga sharoit yo'qda kela olmaysizlar-da, to'g'rimi? Yo'l olis. Bor sharoit. Yo'q-a? Oboraman, agar borish kerak bo'lsa, oboraman domla. Ha, bo'ldi. Hozir ana qilaylik. Endi hali uy sharoitida deganda ko'p odam qiziqadi. Issiqda yurib borib kelgandan ko'ra masofadan muolaja olganim yaxshi deydi. Mana hozirgi holatda